Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikdaman Ramziz. Do'stlar, bu videoda biz Counter'da odamlarga prank qilamiz serverlarga kirib. Ya'ni, hozir tushuntirib beraman. Mana bu yerga nickname degan joyiga qiz bolaning ismini yozamiz. Va qanaqadir serverlarga kirib gaplashamiz. Do'stlar, o'zi O'zbekistonda odamlar to'xtar ochib olaman. O'zbekistonda o'zi odamlar Counter'ga serverga o'zi kim bilandir tanishish uchun kiradi-da. Counter o'ynash uchun kirmaydi. Sal ovozini pasaytirib olamiz. Mana yetarli. Do'stlar, bitta M5 degani kirdi. Hop, bo'pti, restart berib yuboramiz. Bro, yozmaysizmi? Agar olval bo'lsangiz deyman. Cho'ta bu aqlli bola ekan. Yozmaykon. O'zim yozaymikan? Ayo. Yomon fikr. Men kutishim kerak. Bro, yozing. Cho'ta bro, birinchi marta emas shekilli. Aldamayman deyotgandir deng. Ko'p aldangan menimcha. Endi necha bo'pti. Chiqing davay. Deb yozaychi. Nimadir atvet kelar. Shalala kirdi, Marjon kirdi. Marjon qiz bola menimcha. Yoki u ham menga o'xshab prank qilmoqchimikan? Shalala. Abdulloh SVV. Yaxshi. Ya, nima o'ynaydi bu? O'zi ma'sum qo'yish kerak. O'zi nega urma? Bu bizga boshlaymiz. Biz o'xshab qolash deyman. Xo'p, unda yuramiz. Yaxshi. Okey, mana maqsadni unutmang. Maqsad prank qilish bo'larga. Do'stlar, nima bu prankda? Biz Ramazonga o'tgan kerak kerak. Juda o'zgarib yozgan ekan. Biz hamma aqlli qolgan qo'shib. Xotinlar uch shunaqa cringe-liklarni qilib olishadi. Player 68-28. Ew. Qotilni yo'q qildik bizni. Qotil. Men bir o'zimman, bo'ldi, menga farqi yo'q. Qani? To'xta do'stlar. Deb yozib qo'ychi. To'xta. Yaz. Kimdir yozadi. Yaxshi. Cho'ta yozmayapti. Musabek kelir. Ko'proq odam kirish kerak edi o'zi, prank bo'lish uchun do'stlar. Lekin do'stlar, bittasi qarmoqqa ilinganday bo'ldi. Salom dedi. Salom. Sal ilindi. Ko'p emas. Qotilni chiqardik. Yaxshimisiz zotni? To'xtanglar, yozishimiz kerak. Ilindi qarmoqqa. Nima? Ha, yaxshi o'zicha. Ha, yaragidi. Bichada yozdimi?
To'xta, o'l. Ha. Mana shu brat yozyapti menga. Yaxshi debas. Yo, uyat emasmi? Qoching, nima qilyapsiz? Ya, mana otang. Bu yoqda ku. Bro, nima qilganingiz bu endi? Shu endi yoshingiz to'g'ri keladimi? Nechinchi yilsiz Madina? Necha yozing? 2010 qilichi. O'zingizchi? Lekin qizlar o'zi umuman olganda odatda bunaqa bittada o'ralib ketadigan emas-da. Nechinchi yilsiz aytadigan, ya'ni. Ozgina anaqasi nimaga bunaqa deb savol berishim kerak edi. Shunday ko'proq pishirdim. Ko'proq ishontirardim. 2012. Voy, xudoyim, 2012 ekan. Musak bu. Yo, bu. Xuddi ko'rmadim-da, men masjidga o'tib ketgandi. Bu naznida ko'rinmas odam. Nima hali yana bitta odam bor. Killer player. 2012 lo. Tanishasizmi Madina? Yo'q. O'zi katta opa bilan tanishadimi endi bu? Zo'r yozaman o'zi ham, ona tildan. Hep sizlarni seni tanishadi. Lekin o'rtog'im kim bo'lsa ham aqlli bola ekan u bola. Ana shu ko'pallangan shekilli-da. Ukam tengi bola. Yo, ular уже gapiryaptimi 2012 lar? Meni yozish bilan o'raman. Burchaga o'tirib olgan. Qayer bu endi? Ha. Bu o'yinga kirmagan do'stlar. O'tiribdi yozishaman deb. Chiqib ketdi. Yo, ishonaman. Nima deyapti? Ay, men bilmayman. Yo'q. Ay, Osman, nima deyapti yozasiz? O, u yerga kelgan. Bu qol. Bu sirkat. Bu. Well, ishlamıyor. Bu. Yaz tabii. Ana tabii o. Hiç. Bu da ne kadar şey bir ama. Ben onu sanki yazdım. İşte bir go yapacağız. 2 3 4 5 6 sonra. Hop. Böyle. Ha, bu işte Yo, to'xtamaymiz. Davay, oxirgisi do'stlar. Mana shunday o'xshadi, shu bilan videoni tugataman. Boshida ham ancha kirdim, lekin u yog'ini yo montajda kesib yuboraman, yo tezlashtirib yuborgan bo'laman. Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar, shunaqa kontentlarni ko'rishni xohlasanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar deganim zarur. Tilim ham chalkashib ketyapti. Qilinglar desam, tilimcha qilib qo'yaman. Ben şimdi koyayım. Bu set что-то olabiliyorsun. Ya ki farm while. Yok, geçmedim ne oldu? 540 kirdi. Bir o'zbek ekan chiqib, o'zbek bo'lmasa işte hozir bilamiz o'zbek emasligini yozishidan. Sakim tatlı. Bu turşu o'zbek emas ancha. Qoch. Sekin. O'tiradi. Ye, uzr. Men bilmasdim opa, bilmasdim. Bilib turib qoldim. Beravering, bitta qol. Nimadir deb gapiryapti yana. Ye!
9 joni qolibdi-yu. Va men bilan o'ynashma. Men Musobek yana kirdim, ha? U tinib tinchimagan bola ekan o'zi ham. Kichkinasan. Kam. Do'stlar juda anaqa azami so'zni yashirib qo'yish kerak, juda qo'pollashyapti. Do'stlar kommentariyada menga negativ fikr bildirmanglar. Men просто mana shunaqalar yo'qotmoqchiman-da. Konturga faqat shu tanishga kiradiganlarni. Kumush kirdi. Kumu pastki jiqcha va nima degani? To'g'risi menga yoqmaydi mana shunaqa. Tanishaylik, qalaysiz, yaxshimisiz? Men ketdingizmi? Qayerga ketaman? Kim otdi meni? Masha xoram. Sinam yo'q. Ye? Qachon keldi? Mash Musabek tinch qo'ymayapti. Lekin ertaga o'sha Musabek, agar siz videoni ko'rsangiz, kumush qizmisiz? Shunaqa derdim. Kumush qizmisiz? Yo'q, o'g'il bolaman dedi. Nima savol bu? Kumush qizmisiz? To'g'ri lekin ayol bo'lishi mumkin. Oka, manchi. Mani tashlab ketdingmi? Ye, unga ketib qoldingmi, ukam? Unaqa qilmadi, endi bittasiga sodiq bo'lish kerak. Tashlab ketavermasdan. Manchi degan bo'lmadi deb. To'xta, cho'ta. Qiziq. Kumush bari yozmaydi. Yo'q. Qiz bola bo'lganda men uchun unaqa qilmasdi, manchi qilmasdi. Mosh qiz o'ldiraymi sen? Bitta otaman deb qo'yim. Nima deb yozdi? O'pkalamang. Voy, buni nazmida u hozir aytayotgan Musabek, buni bizning nazmimizda zulmat ichidagi nur. Kumush nechachisiz deyapman. Iltimos. Menga javob bering. O'lmaydimi? To'xtaylik, kutaylik, 09. Yem kattagi bu. Undan. Kumush mantingi ekan. Madina tanishasizmi? Yo'q, shekil. Madina tanishasizmi? Yo'q, shekil. Yo'q, plus. O'ldirdik-ku. Cho'ta Musobekam o'ynadi. O'ldi bu ham. Yo'q-ku. Yaxshi. O'ynashni bilyapti. Kumush chiqib ketdi. Va ha. Kumush mujik dedim, mujik emas. Молодец. Nima tanishavering? Yo'q dedim-ku. Xo'p.
Voy, mana bu tizzani qaranglar do'stlar. Iltimos. Bu nima deydi do'stlar? Nima kerak mana shunaqa narsa? Iltimos. Tizza. Non bering. Nima bu? Mana shundan ma'lumda do'stlar. Bu detskiy. Non bering nima degani bu? Nima qilyapti endi? Yalin, Mamit ko'tarib tiz cho'kib. Voy, xudoyim. Pishov. Keldimi mayli. Mana senga aka. Mana buni ol. Ol mana shuni. Yaxshi ketdik endi. Bunaqa ishlaring bunaqa qilma, hali yosh ekansan. O'qi bolam, o'qi. Bu mani ot tasha, ot. Ot mani ot, mana bu. Ha, yerdaychi. Yo'q, unaqa qilmang, kumush. Kumush, Madina. Hayır, yo'q. Yo'q. Meni jondan sevgan azizamin. Endi Meni jondan sevgan azizim endi yo'q. nega? Men ketishim kerak, bro. Video o'z yakuniga yetdi deb qo'rqaman. Meni kechiringlar do'stlar, afsuski. Hali qolgan qismlari ham chiqadi. Siz xafa bo'lmang. Voy, yozasanmi uka? Hammaga xayr do'stlar. Keyingi videolarda uchrashguncha. Пока.